2026-yil may. Giant Red'lar. Do'stlar, Giant Red olish bo'yicha mevani kalibrini to'liq yetiltirish bo'yicha bunaqa yirik yetiltiradigan gilosi yo'q. Do'stlar, yaqinroqdan ko'rsat. Qo'shag'i bo'ladi. 10%, 15% ma'lum miqdorda qo'shag'i bo'ladi, lekin qo'shaq holatini termagan taqdiringizda ham qolgan mevasi siz uchun yetarli darajada meva beradi. Bu Giant Red gilos hisoblanadi. E'tibor berib ko'rasizlar. 6 yoshda gilos holatiga baho bering, olgan holatiga. Olish bo'yicha, rang bo'yicha, qattiqlik bo'yicha, qarsildoqlik bo'yicha chempion gilos hisoblanadi. Bular Giant Red'lar shunaqa giloski, bular bittasi emas, hammasi aynan xuddi mana shunaqa holatda meva oladi. Mana shoxlariga va olgan mevalariga bitta baho beramiz. Do'stlar, mana bu tomonlarini ham ko'rsataylik. Kalibri juda ham yirik, rangi to'q qizil rangga kirishni boshlagan. Mana bu tomonda bitta shoxini o'zida, mana shu joyda bitta shoxini o'zida 8 kilo, 10 kilo yuki bor. Bitta daraxt 60 kilogacha yuk olgan. Ko'pchilik aytadi, video olib qo'yayotganimizda sizlar daraxtni zo'rin tanlaysiz. Yo'q, biz daraxtni zo'rin tanlaymiz. Barcha daraxtlar bir xil holatda olgan mevasiga baho beramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Joy tanlamaydi. O'zbekistonning 12 ta viloyatida Buxoro, Samarqand, Andijon, Namangan, Parkent, So'qoq, Zarkent farqi yo'q. Bo'kada ham bo'laveradi, Ohangaronda ham bo'laveradi, Angrenda ham bo'laveradi. Bu gilos yagona turi Giant Red hisoblanadi. Joy tanlamaydi. Hamma joyda olgan mevasiga baho beradi. Hamma joyda bir xilda yetiltira oladigan gilos bu Giant Red hisoblanadi. Kalibri rosa ko'p meva qilib qo'ygan taqdirda ham 30, 32, 36 gacha bo'ladigan gilos turi hisoblanadi. Do'stlar, buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlantirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Joy tanlamaydigan, O'zbekistonda hamma hududga tushadigan eng yirik kalibrda va rangi bo'yicha ham juda ham mana yaqinroqdan ko'rsating, mana tim qora qizil bo'lishni boshlagan. Mana shu kalibrlar 32 dan tepada. Svitariyadan katta. Svitariyadan ham katta. Hali pishish vaqtiga bor, lekin bu korobkaga ham, yashiqqa ham eksport holatiga tushiradi. Mana bular pushtiligida ham olinadi, lekin mana qop-qora qizil bo'lishni boshlagan. Mana olgan mevasi juda ham yirik va ko'p va hammasini deyarli yetarlicha yetiltira oladi. Doimgidek pastda nomer qoldiramiz. Agronomik maslahatni butun umrga mutlaqo bepul, bemalol aloqaga chiqib joylaringni o'rganib, nima ko'chat tushish haqida ma'lumot olishlaring mumkin. Obuna bo'lib qo'ying. Qiziqarli ma'lumotlar beriladi, sizga kerakli bo'lishi mumkin. Uzoqdan ko'rsang ham juda ham yirikligi bilinib turibdi. 30-32 ligi mana shu yerdan ham bilinib turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham yirik gilos. Giloslarga bitta like bosamiz. Dehqonga ham bitta like bosmasangiz bo'lmaydi, chunki mashinchalik qilib yetiltirishni o'zi oson emas. Agar 2000 dona shu daraxtdan ekib qo'yadigan bo'lsangiz, daromadni ayda olib ketasiz. Do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasiz.